hurmatli tadbirkorlar, bugun ochiq muloqotimiz shu bank munosabatlari bo'lib o'tadi. Kimda qanday savollar bo'lsa, kredit kreditlari bo'yicha boshqa ish bilan qaysidir jiddiy bilan kredit masalalarini solish bo'lsa, bemalol savol berishlaringiz mumkin. Bemalol o'tirib ko'raman. Assalomu alaykum. Ismim Hasan bor. Men 4 yildan beri bank mijozman. Men o'sha tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun aqlli panik ochmoqchiman, kichkina. Endi to'g'ri o'shanga qanday imtiyozlar bera olasiz? Panik sizga qancha pul kerak? Menga 200 million pul kerak bo'ladi. Tamam. Bo'ldi, beramiz. Hisob raqam ochganmizki, endi ochasiz. Yo'q, hisob raqamim yo'q, lekin bank mijozman. Siz bo'lmasa o'zingiz davlat qonuniga o'tib, yagona darchaga hisob raqam ochib bersangiz, 200 milliongacha panikga qilib beradi. Foizlar qanday bo'ladi? Foizi 22% dan qilib bera olamiz. Eng past. Eng past. Necha muddatga, necha yilga? 3 yillikka beramiz. 6 oy imtiyoz oladi. 6 oy foizsiz to'laydi. 6 oygacha foiz to'laysiz. 2 yildan boshlab asosi qanday foiz?